Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Surxondaryo viloyati Sarasiya tumani. Bu mahallaning nomi nima edi? Nurbuloq mahallasida mana shu mollarimiz. Tomoshaga faqat, tomoshaga. Sotilish sotilmasligini hali egasi xudolisi bularni, egasi Moskvada. Egasi Moskvada sotiladi desa e'lon qilamiz sotilishini. Faqatgina ana shunda internetga bir mazza qilishsin odamlar deb. Alloh baraka bersin. Mana yerda 4 ta mol bor, juda ham sifatli, juda ham ajoyib. Bugungi sanaga keladigan bo'lsa 2026-yil 4-avgust. 4-iyul devorimiz 4-avgust. Bugungi sana 4-avgust 2026-yil 4-avgust. Uzr so'ragan holatda mana shu videomizni yana takroran qo'ymoqchimiz. Sen bizga baho beraveringlar. Buni qarang. Sal qo'rqoqlar ekan. Juda siyamli, juda sifatli. Telefonga sig'mayapti-da. Sotilish sotilmasligini inshaalloh internetlarga qo'yib boramiz. Aytamiz, ega rozi bo'lsa, xudo xolasa sotiladi mashmonlarimiz bir joyga, egasi sotiladi desa. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizga podpiska bo'lishingizni esdan chiqarmanglar. Mana shunaqa chiroyli videolarni sizlar uchun chiqaramiz. Xudo xolasa tosh tarozisi ham mollar juda ham zo'r keldi. Bu ham omonat, necha kilo chiqqanligi. Omonatni bizlar faqat qabrgacha olib ketamiz. Shuning uchun necha kilo keldi deb so'ramanglar kommentariyalarda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.